Sizlar ham ko'chadan tort sotib olishdan charchadinglarmi? Men sizlarga tort bezatishni sir asrorlari bilan o'rgataman. Ishni biskvitimizni teng bo'laklarga bo'lib olishdan boshlaymiz. Xolodilnikda turgan muzdek qaymoqga ozgina saharning pudri va sug'ushonka solib 5 daqiqa bir xil tezlikda faqat bir tomonga qarab mikserlang. O'shandagina kremimiz qattiq chiqadi. Nachinkasiga qulupni ishlatishdan oldin yaxshilab sodali suvda yuvib olishimiz kerak. Birinchi korjimizni propitkalaymiz, kremlaymiz, yaxshilab surib chiqamiz va ustidan uyimizda bor mevalardan, shokoladlardan solib, yana ustini kremlaymiz. Kremni ishlatayotganingizda muzlatgichdan olib, yana solib qo'yasizlar. Xona haroratida qolishi mumkin emas. Ustini o'zingizlar xohishingizga qarab bezatasizlar. Videoni qaymoq kremni o'xshata olmaydiganlarga jo'natib qo'yinglar.